Молодец, qo'llaring dard ko'rmasin. Qo'llaring och qolmadimi? Yasha. So'ta qiz, nima o'tiribsan? Turish qil. Aka, qaysi daraxt tagidan uqlay? Uni keyin qilasan. Ana eshikni ko'ryapsan, o'shani ko'tar, bor. Mayli. Tur, bekor o'tirma. Xo'p. Qoch. Dadasi bola yig'layapti. Men ovqat qilyapman. Kimdir qarasin? So'ta qizni qaraydi. So'ta qizi. Aka. Tur bolaga qara. Men nimaga qarayman? Bor bolaga qara. Sut beraymi? Nima tushunma. Qo'y bolam o'shani ko'tarma. Qo'y uni beling og'riydi o'g'lim. Qo'y. Boringlar sizlar qo'llar och qolgan. Boringlar ovqat yeb olinglar. So'ta qizi yo'qki. Ko'tarma uni. Ammo ovqat yemaymanmi? Keyin yeysan buni ko'tar ol. Boringlar sizlar ovqat yeb olinglar. Men ularni o'tirishini qara. Jonga tegdi. Nimaga xo'jayin faqat meni ishlatyapti, senlarga indamayapti? Ha? Meni nima aybim bor? Ishla.uz degan platforma bor. Nima qilishim kerak? Siz aybingiz Ishla.uz orqali kelmaganingizda. Yozing Instagramga, Telegramdan ham chiqadi. Ham ish top berishadi, ham ish beruvchi bilan aloqa ham o'rnatib qo'yishadi. Kunlik ish xohlaysizmi, oylikmi, shu kanalda kuzatsangiz bo'ldi. Hammasini ko'rib turasiz. Kuniga 50 tadan 100 tagacha ish chiqyapti. Maza qilib ishlaysiz, aka. Pulini vaqtida beradimi? Aka, tekshirilgan yaxshi ishlarni tashib berishadi. Yo'q. Ha, tadbirkorlar uchun ham zo'r kanal bu, aka. Ish kerak bo'lsa shu kanalga e'lon beradi bo'ldi. Nomi nima edi bu kanalni? Ishla.uz. Ishla.uz. Молодец. So'ta qo'zi, yo'qki, chaqaloqqa nima berding? Bariqali. Ishla.uz deding, ha?